Toshkentda juda ko'p uylarning remontini ko'rganman. Ko'pchilik minimalizm haqida gapiradi. O'rtoqlar, haqiqiy minimalizm ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz hozir Nesvanning 9-qavatida umumiy maydoni 72 kvadrat metr bo'lgan haqiqiy premium darajadagi uyi obzorini qilamiz sizlarga. Uyga kirib kelishingiz bilan mana shu oppoq mebel ko'zingizga shundoq tashlanib turadi. O'rtoqlar, meni o'zimga juda ham yoqdi. Ranglarni, sachtanasini boplab qo'yishdi dizaynerlarimiz. Mana shu bo'sh texnikalari va mana bu jalyuziga e'tibor bersanglar, bu haqiqiy taxta materialdan ishlangan jalyuzi ekan. Bu uyimizning o'ziga yarasha bitta zo'r fishkasi bor ekan. Agar sizga kabinet kerak bo'ladigan bo'lsa, shunday mana shu mebelni olsangiz, ichida shaxsiy kabinetingiz bor o'rtoqlar. Kichkinagina chiroqchalari bilan. Nima deb o'ylaysizlar? Mana masjidga ishlatilgan mebellar, ranglar haqiqiy minimalizmni o'xshatisha olinganmi yoki yo'qmi? Kommentariyada javoblarni yozib qoldiringlar. Bu uy remonti haqiqatdan ham menga yoqdi. Minimalizmga moslab skrytli eshiklar qo'yishgan. Bu eshigimizning orqasida sizlarni ota-onalar uchun yotoqxona kutib oladi o'rtoqlar. Haqiqatdan ham dizaynerlarimiz rostakasini mehnat qilishdi deb aytdi. Chunki bu yoqga ham o'sha taxta materialli jalyuzi qo'yishganligi xonaga o'zgacha vid beryapti o'rtoqlar. Bu yoqda o'ziga yarasha ixchamgina garderobning joyi ham bor ekan o'rtoqlar. Bolalar yotoqxonasini aniq ko'rishingiz kerak. Sababi juda ham ixcham bo'lgan bu bolalar yotoqxonasida hamma sharoiti bor. Karavot deysizmi, bu yoqda o'zi o'tirib bemalol dars qiladigan joylarigacha ham va katta garderobning shkaflarigacha ham bor ekan. Menga juda ham yoqdi. Nima deysizlar sizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qo'yinglar, videoni oxirigacha ko'rishda davom etinglar. Eshikdan kirib kelishingiz bilan chap qo'lingizda o'zini haqiqiy minimalistik sanuzli ham joylashgan o'rtoqlar. O'rtoqlar, bu uyimiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Bu uyimizning narxini 350 ming dollar deb baholandi. Agar sizga uy yoqqan bo'lsa, uyni olmoqchi bo'lsangiz, menga qo'ng'iroq qiling va uyni shaxsan o'zim ko'rsataman.